Task 2 uchun juda oson, juda qisqa, 4 ta qadamli sizga struktura. Shu struktura bilan siz любой bitta taskga bajarib yozishingiz mumkin. O'zim ham IELTSdan 9 va ratingda 8 olgan paytim shundan foydalanganman. Xo'p, nimadan iborat bu struktura? 4 ta bizada bosqichimiz bor va eng muhimi bitta donagina sizga ideya kerak, bitta badiani yozib qo'yish uchun, bitta uzunroq badi, bitta ideyani chiroyli qilib yozib beramiz. Birinchi, любой bitta ideyani biz beramiz, keyin uni tushuntiramiz, explain qilamiz, keyin uni support qilamiz, example orqali support qilasiz va oxirida qisqacha bitta conclusion, ya'ni xulosa yozib qo'yasiz. Oddiy misol tasavvur qiling, sizga shu savol tushdi. Smoking should be banned. Do you agree or disagree? Tasavvur qiling, men bu bilan agree qilyapman. Ya'ni smoking ban qilinishi kerak va birinchi bo'lib men ideyamni berishim kerak. Xo'p, meni ideyam nima? Smoking is actual and extremely harmful for one's health habit. Ya'ni bu sog'likka uchun juda zararli odat. Xo'p, endi tushuntirib beraylik, nima uchun bu zararli? Xo'p, explain the idea. Ikkinchi gapi. So one of the reasons for that is cigarettes contain a harmful substance called nicotine that can severely harm a person's lungs. Tamom, tushuntirib berdim. Bu sizni o'pkangizga zarar keltirar ekan. Uchinchisi, buni support qilish kerak, qanaqadir misol berish kerak va misolni o'zidan to'qishingiz mumkin, faqat make sure it's believable. Ya'ni ishonib bo'ladigan ideya bo'lsin, ishonib bo'ladigan example. Mayozda, for example, my friend's grandpa died of lung cancer that was caused by his excessive smoking. Easy peasy lemon squeezy. Example berdim, o'zimdan to'xtam va oxirida qisqacha bitta conclusion yozib qo'yaman. For this reason, I believe cigarettes should be banned. Mana shuni practice qiling. Описаниyadan qoldiraman, kommentariyadan qoldiraman. Yana ko'proq foyda uchun podpiska tashab qo'ying.